Xatlov uchun mahallangizga kelgan kadastr xodimlariga pul berish kerakmi? Kadastr raqamini beramiz deb eshigingizni taqillatib kelganlargacha ular aslida kim? O'zi xatlov jarayonida kimga to'lov qilinadi? Keling, ushbu savollarga javob beramiz. Xatlov uchun mahallaga kelgan kadastr xodimlariga pul bermang. Kadastr raqamini beraman deb eshik taqillatib kelganlarga ham pul bermang. Birinchidan, ular kadastr xodimi emas, ikkinchidan, qonunda raqam berish degan narsaning o'zi yo'q. O'zi to'lov bormi degan savol paydo bo'lishi mumkin. Ha, to'lov bor, faqat siz uni qachon qilishni bilishingiz kerak. Kadastr xodimlari uyingizni o'lchash uchun kelishadi. Siz to'lov qilmaysiz. Ma'lumotlar e'tirof dasturiga kiritiladi. Siz to'lov qilmaysiz. Dasturda 15 dan ortiq vazirlik idoralar o'zlarining yo'nalishlari bo'yicha xulosalarini beradi. Siz to'lov qilmaysiz va barcha jarayonlardan keyin sizga SMS xabarnoma keladi. Ana shundan keyin siz bank orqali to'lov qilishingiz mumkin. Xo'sh, miqdori qancha? Toshkent shahrida bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari, Nukus shahrida va viloyat markazlarida bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari, viloyat bo'ysunuvidagi boshqa shaharlarda bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari, boshqa aholi punktlarida bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari miqdorida qilib belgilangan. Yana bir masala, to'lovni hamma qiladimi yoki imtiyozlar bormi? Imtiyozlar bor albatta. Bir martalik to'lovni to'lashdan quyidagilar ozod etiladi. Bir martalik umumdavlat